Hop, ma Elbekman, Namangan shahar, Jarkin ko'prik, Bilol oshxona, yo'l bo'yida turibman. Hozir ijodni bajaramiz. Mana bu yer Bilol oshxona, rahmatulloh 2 metr yashashgan. Mana orqa tomon to'g'ridagi oshxona rahmatulloh. Ukasi Hikmatulloh, ukasi Rahmatulloh power. To'g'ri. Hozir endi ijodni ham bajaramiz. Jarkin ko'prik sneakers do'kon. Mo'ylab. Ama bloggerman, Instagramda borman. Toshkentda bilan ham olganman yaqinda. Keldim. Mana rahmatli osh markaziga yetib keldim. Kim oshga kelsa xursandman. Hamma oshga kelsin. Gezira grunch, qo'y yog'li, qo'y go'shtli osh, achchiq shirin oralash. Ha boshliq. Jizza qo'yiki. Ha, siz ham chiqaysizmi? Yo'q. Bo'ldi, o'zingiz bilasiz, farqi yo'q. Men blogerman. Bilaman. Yaqinda Toshkentda bilash ham blogerlik qilib keldim. Instagramga qo'yim. Lazarosh, mol go'sht, qo'y go'sht, oralash, to'rg'amchilar. Qizi, bedana tuxum. Ben de yapmışım burası. Buna qizdan so'yish kerakmi aka? Ya şart emas. Ha, yaxshi ketibdi, zo'r. Hammasi zo'r, tinch inshaalloh. Ha. Instagram chiqdimi, ko'rdingizmi? Elimiz olib ketganda sizga o'tkazaman, podpiska bosasiz, like. Bo'ldi. Chek beray. Keling, okalar. Baqasiray. Ha, to'rakan. Ha, bo'ldi, kiraveraman. Alloh qadrlayman.
Bugun yaxshilab telefon tozaladim, artdim, ekran zo'r, zaratni 100% to'ldirdim. Mana shunaqa Davudxon. Endi jizda stol tagida. Mesli dumma, mesli go'sht. Mol go'sht, qo'y go'sht aralash. Ana. Elbek. Ha, bo'ldi, farqi yo'q. Chek olamizmi? Oka, valla o'tayring oka, bezechir to'g'ri. Chekka o'zimiz qo'yamiz, mana qilar. Bo'ldi, zalga ham. Birovlar zalga ham kiraman. Ha, zavq bor, hamma. Men yaxshi ko'rgan napitkani olib, Mana. Pepsi bor bo'lsa xursandman. Pepsi ichib yaxshi ko'raman. Mana go'sht, mesni. Mana. Do'q go'sht orada. Mana yo'l mishat bermadi, mana oqilay kishi chiqamiz, intervyu qilib. Mana gapiraylik, mana. To'xta, gapiraylik. To'xta. Yo, aytaylik. Yo, ayting boshlani. Mana mol go'shtmi? Mol go'shti. Qo'y go'sht qachon o'ylaysiz? Buqa go'shti bu. Va syomka jarayoni. Ala. Mesli go'sht. Etil go'sht, tayyor go'sht. Tayyor go'sht deng. Ala. Qo'yni qo'rnozer tushadi. Ey qozon. Yo. Yo, oka mana o'ti. Yaxshimi sokatimsiz? Yaxshi. Rahmatli dedilar siz-a? Topdim. Hikmatulloh, assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshi. Hamma yoqqa Ahmet To'g'rimani ichga Bo'ldi, yaxshi osh. Mana yaxshi osh oldim. Lazar osh. Bo'ldi. Mahmud, hamma o'qiyapti charchamoqda. Gel hamma. Ulga yeb qo'ymoqchimi? Sekin yurib ina chiqib ketaman. Yaxshi ko'rinadi. Ikkinchi qavat zalga kirdim. Oshxona nomi Rahmatullo. Power ismi Rahmatullo, ham boshliq, ham Power. Ukalar Rahmatullo ham yordam qilib qarashallar. Xo'p. Mana tashqariga chiqdi. To'g'ri. Bo'ldi, xo'p. Hadi doğru. Yomsam 90. Hop. Mana edi oldin. Kassa bo'lgan. Mana turgan, beyda kassa. O'ynay ko'chdi. Mailbek mana Namangan shahar Darko'kburo Rahmatli oshxona markazidaman. O'zag'ida ijodni bajaramiz. Do sekin yurg'izib, ina chiqib ketaman. Yo, sizlar chiqmaysizlar? Ha, sizlarni ham olaman. Ha, bo'ldi. Farqi yo'q, kim o'g'lasa olaman, olmaysa olmayman, mana shunaqa. Hamma joyni o'pishi qilib o'libdiman o'shanga. Ha, endi
birinchi qavat zalga kirib chiqdik. Mana 4-kabina. Hop, nima bo'lib turadi syomka? Bo'libdi, kichik chiqadi mana edi. Ha, mana qo'yish. Bedana qo'yish. Aynan. Jo'ja. Jo'ja deydi. Selam, jo'ja degib keldi. Yo, papugay. Papuga. Ha, jo'ja deydi, bo'lmaydi-ku. Azizlar, Bu papugay. turing. Xo'p. Azizlar, rahmatli osh markazi faqatgina original. Barcha taomlarimizga, barcha mesniy go'shtlarimizdan chamiz. Go'shtlarni, mol qo'ylarni o'zimiz so'yamiz. Hayfon borda qolsa, Albatta. ishtadan o'rtaqon keladi. O kakaya. Siz ham blogersiz, ham mentorsiz. Ashundoq. Bo'ldi. Bu kishi obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'ldi, xo'p. Bo'pti, Akram bo'ldi. Oy, stoykani. Bo'ldi mana. Ha, endi Zal hasan o'zak qo'yamiz. kirib chiqdi mana. Ikkinchi qavat. Epsan deb qo'ying. Bu Epsan, mana shu Epsan qizil qo'yna kelib, aytaverasizlar. Ha, Mana sizga. osh bermay turishdi, sovurga. Hop. Bu yerda salat bo'lgan, uni ko'shdi. Kassa olindi. Yan kastadan o'qiymiz. Ha, oldim. Mana oldim. Endi bo'ldi, oldim. Sizga osh olmasam bo'lmaydi. Yan kasta. Ha, bu eski kassa Yunusxon bo'ldi. Mana как раз katta tovoqqa yetkazdim. Qanchalik aka? Şey deysan, mana aka. Chek olganmisiz? Yo'q. Boshdan tushib keling. Tushib mana. To'xta.